Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum birodarlar, aziz muxlislar. So'lim degan bir bayt bor. Shuni bir joyi bor. Biz tomonga bir kelishni ixtiyor aylabmagar, yonida yotganni afsus birlo uxlatganmikan deb aytgan ko'pchiligi. Buni o'zim o'ylayverdim. Qanday bu endi? Bir ayol yonida yotganni shu birovni deb uxlashiga kutganga o'xshagan bir ma'no bo'lib qolganda. Keyin shu Orif Haliq Mahsonov, Xudo rahmat qilsin, shu hofizimizdan bir aytganini eshitib qoldim. Ya'ni olib tortib shuni yozdik, o'rgandik. Shu yerda biz tomonga bir kelishni ixtiyor aylabmagar, yonida yotganni emas, yoki mendan o'zgani qalbiga jo etganmikan deb aytgan ekan. Shuni qaror qildik aytishga. E'tiboringizga havola. So'zlari bilan, gaplari bilan eshitib borsangiz, bir muxlislar o'zingizga bir ma'qulroq bo'ladimi deb aytyapman. Marhamat, e'tiboringizga havola. Yorni oynadan qarang nos, uyquda yotganmikan, yoki qilgan nolishim uyqudan uyg'otganmikan. Biz tomonga bir kelishni ixtiyor aylabmagar, yoki mendan o'zgani qalbiga jo qilganmikan. Yoki mendan o'zgani qalbiga jo etganmikan. Atr bo'yi dimog'iga yetgach ey sabah, tong shamoli kokilin mushkini qo'zg'atganmikan. Tun yarımda kun tug'ilmish, yoki beparvo chiqib zulfarosidan yuzingni oyga ko'rsatganmikan. Zulfarosidan yuzingni oyga ko'rsatganmikan. Oftobida atridin bo'lsa u qo'yganda tulib, to'lgan oy singan safolga o'zni o'xshatganmikan. To'lgan oy singan safolga o'zni o'xshatganmikan. Kakkudek mastona parvoz aylaganda o'lpari, kakkudek
Mastane pervaz eylegende ol peri Avçiler damirge uzun yolda üşletgen miken Avçiler damirge uzun yolda üşletgen miken Yorunu oynadın qarangnoz uyquda yotgan mikan yoki qilgan nolishim uyqudan uyg'otgan mikan